Mana bugün bitta bizler shit berdik. Bu vremenki prosta özümüz üçün, obzor qilish üçün. Berga bitta averishlatganmiz. Bu основной vod, bu rezervnoy vod. Основной vod o'chsa agar rezervnoy ishlaydi. Например, bu солнечный batareykadan oladi. Stalbaga tok keldimi, dальше bundan olaveradi. Modulni kontaktori qo'yganmiz. Işte master выключатель uchun avtomat qo'yganmiz. Bu Wi-Fi bilan ishlaydi, Alisa bilan ishlaydi. Qolganlariga oddiy avtomatlar qilib qo'yganmiz. Bu endi o'zimizga borish edi. Qolganlari o'zi полный umnireli. Bunlar mana выключатель bilan ishlaydi. Har bittasi bitta 48 nosdan yoqadigan выключателimiz bor. Ikki port bilan ishlaydigan. Keyin bitta perключатель qo'yganmiz. 4 ta joydan o'chirib yoqsa bo'ladi. Ana endi bu yerda Alisa bilan boshqarsa ham bo'ladi buni. Например, приложениеdan kirib, Aristonni yoqamiz. Ariston ishlaydi, Spalni ishlaydi, Lustra gostevoy, Lustra bor, yoki колесо управления qilsa ham bo'ladi. Alisa, выключи Ariston. Окей, поехали. Выключи Lustra. Окей, поехали. Выключи Lustra. Окей, поехали. Internet o'zini bizlarga tupet qiladi, chunki Rossiyadamiz bizlar yaxshi ishlamayapti. Выключи Spalni. Окей, поехали. Eng qizig'i bizlar bunga o'zbekchani ham qo'shganimiz, o'zbekcha gapirsa ham bo'ladi. Например, Alisa, koridorni yoq. Yaxshi, keling boshlaymiz. Koridor yo'qlayapti. Alisa, balkonni yoq. Yaxshi, keling boshlaymiz. Alisa, Aristonni yoq. Yaxshi, keling Ariston boshlaymiz. ishlayapti mana. Alisa, выключи Ariston. Bunga farqi yo'q. O'zbekchami, ruschami ishlayveradi. Chunki biz hammasini bizlar nasib qilib qo'yganmiz. Например, garaj deymiz. Включи garaj. Окей, поехали. Включи улица. Окей, поехали.